Assalamu alaykum. Vatan sirtidagi hurmatli Uyg'urlar. Men Gulshan Abduqodir. Men Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Men bugundan e'tiboran bo'libmi shu xeyli uzun bo'lgan men shundaq bir Uyg'urlarga umid bag'ishlaydigan bir program ishlagan bo'lsam bo'ladi deb o'ylab yurgan. Shuning bugun Alloh nasib qilibdi. 2025-yildan e'tiboran boshlayman deb plan qilgandim. Bugun birinchi qismini boshlayapman. Bu programmam asosan haftada bir qitim e'lon qilindi. Xitoy g'ulaydiganga oz qoldi nomli bu programma asosan vatan ichi va sirtidagi barliq Uyg'urlarga xos holda umid bag'ishlaydigan, ishonch va jasorat berish maqsadida ishlanadigan program bo'lib, har haftada bir qitim chiqishga tirishaman. 2013-yildan e'tiboran dunyo miqyosida yo'lga qo'yilayotgan Xitoyning bir balvoq, bir yo'l yoki Xitoy tushi deb ataladigan bu planiga ergashgan holda Xitoyning mushu tashviqotining qarshisida turgan asosda tahlil ve mulohazalar ilib berildi. Bu atalmış stratejiyaning mohiyatidan mag'lubiyatigacha tahlillar ilib berildi. Bu programmaga Xitoyning bir yo'l, bir balvoq she'rining mag'lub bo'lishini kuchli holda orzu qilgan bir intizorlik qurilgan. Chunki Jallod Shi Jinpingning bir balvoq, bir yo'l she'rini amalga oshirishning eng markaziy ideyasida Uyg'urlarni butunlay qirib yo'q qilishdan iborat bir razil maqsad yaragan. Agar Xitoyning bir yo'l, bir balvoq projesi yoki strategiyasi Jallod Shi Jinpingning Xitoy tushi mag'lub bo'lgan ahvol ostida biz Uyg'urlar qaytadan qad ko'tarib chiqamiz. Xuddi quduq ostiga 9 nafar qeyrindish tarafidan quduq ostiga tashlab etilgan Yusuf alayhissalomni Alloh qanday qilib quduqning ostidan chiqarib Misrga vali, Misrning eng hurmatli, izzatli odami qilgan bo'lsa, Misrningki dehqonchilik ishlar ministri qilgan bo'lsa, Uyg'urlarga shu Yusuf alayhissalom qissasi bir ibrat darsi va bir bishorat bo'la oladi deb o'ylayman. Uyg'urlar buningdan o'zlarining musulmon qarindoshlarining, turk qarindoshlarining o'ziga hech qanday ega chiqmayotganligini, o'zlarining manfaatlari to'g'ri kelgan vaqtida quduqlarning ostlariga tashlab qolganligidan qat'iy umidsizlanmaslik kerak. Bu Qur'onda aniq deyilgan Yusuf alayhissalomning qissalarni yaxshi bayon qilingan. Yusuf alayhissalom qissasi Uyg'urlarga nisbatan bir umid qissasi. Allah oxirida Yusuf alayhissalomni quduqdan chiqarib Misrga vali qildi. Bizning bu Sharqi Turkistondagi Xitoy zulmidan qutulib, shu jazo lagerlaridan iborat shu razillik qoplagan quduqlardan chiqib, dunyoga hokim bo'lgan vaqtlarimizga oz qoldi deb qarayman. Shuning uchun Uyg'urlarga umidvor bo'lish kerak. Bir yo'l, bir balvoq atalmış Xitoy strategiyasini 2010-yildan e'tiboran yo'l qo'ygan bo'lsa, Xitoy 2016-yildan e'tiboran Sharq Turkistonda yoki Uyg'uristonda jazo lagerlarini ichib 5 milliondan ortiq Uyg'ur xalqini jazo lageriga tashladi. Bu programmada shu jarayonlar, shu yurigi Xitoyning dunyoga ichilish, dunyo xo'jayin bo'lish, Uyg'urlarni qirib yo'q qilish, dunyodagi butun energiya, butun nuqtaliq port, muhim jo'grafiyalik nuqtaliq joylarni o'zining ilkiga ilishdan iborat. Butun razillik to'lgan planlarning hammasi ichib tashlashga tirishildi. Yani A'dan Z'ye kadar tarihteki İpek yolu ve Uygurlarının bu yol tutkan rolü, Xitoy tushiga to'salg'i bo'layotgan omillar, Xitoy Amerika munosabatlari, ishqilib Xitoyning patliqini g'o'zishiga munosabatlik
barlıq uçurlar sizlərə sunuldu. Və Xitayının qulab ketishini arzu qıldıgan dualar bilan yoğrulub sizlərə sunuldu. Bir millat öz müstaqilligini qo'lga keltirmoqchi bo'ldikan va yoki orzu qildikan, o'z dushmanining qurayotgan tushlarini, plan va strategiyalarini bek yaxshi bilish kerak. Ham uning qayerdan qayerga ketayotganligini birma-bir taqib qilib menish kerak. İnşallah bu programmam shundoq bir programma bo'ldi deb o'ylayman. Ham shu maqsadda yo'lga chiqdim. 2013-yili İpek yo'lini Xitoy raisi Xi Jinping, Jallat Xi Jinping, shundaqla Uyg'ur qirg'inchiligining bosh planlovchisi Jallat Xi Jinping qaytadan jonlantirishga qaror berdi va bu yo'lga Xitoy tushi va yoki bir balvoq bir yo'l deb nom berdi. Bu yo'lni boyliq va qadimiy miroslarga tutashgan yo'l deb nom berdi. Bu boyliq va qadimiy miroslarga tutashgan yo'l deb nom berdi. Chunki bu yo'l İpek yo'li ming yillar ilgari İpek yo'lining haqliq egalari Uyg'urlar bo'lgan, shu chaqlarda Uyg'urlarning chaqnagan mezgillari bo'lgan. Keyin bu yo'l dengiz yo'lining ochilishi bilan taqilib qoldi. Bu qonga bo'yalgan bir yo'l, bir balvoq degan bu yo'lda dünya kishi bashi o'tirchi qiymatining 40%'ni, dünya nüfusunun 65%'ni, dünyaga tonulgan energiya manbalarının 75%'ni qaplaydigan bo'lib, Xitoyning sherin tushi. Vatanimiz Sharqi Turkistondan boshlangan Qaraqurum, Pokiston yuqori sur'atli tosh yo'li, Sri Lankaga silingan yangi port qatorliq shu Xitoyning tushiga oid bütün narsalar programmamniki keyingi qismida tafsiliy bayon qilindi. Birma-bir programma qilib ishlashga tirishaman inshaalloh. Bugun asosan shu İpek yo'lininki tarixdagi o'rni. İpek yo'li degan nima? İpek yo'li qandaq bir yo'ldi? İpek yo'li tarixda İpek yo'lida Uyg'urlar qandaq rollarni o'ynagan? Asosan İpek yo'lida burunqi to'salg'ular qanday to'salg'ulardi? Hozir qanday to'salg'u deganga o'xshashmi shu? Umumiy İpek yo'liga bir kirish programmasi qildim. Bugungi bu programmani yoqtirib ko'rishinglarni arzu qilaman. Ham do'stlaringlarga taqdim qo'yishinglarni arzu qilaman. Bu butunlay shu maqsad asosan Xitoyning eng markaziy nuqtasidan tutib, Xitoyning iqtisodiy kuchi bo'lgan shu bir yo'l, bir balvoq shu iqtisodiy yoqasidan tutib turib, bu nima ishlarni qilyotdi, dunyoga qandaq bir aldamchiliklarni sunyotdi, Uyg'urlarni oldigan aldamchiliklarni dunyoga qandaq yana pardazlab qaytadan oltin tovoqlarni sunyotdi. Bu shaxta mulohazalab boramiz. Taqdim qo'yishinglarni do'stlaringlarga umid qilaman. İnşallah bu programını hammamiz birlikte boshqaramiz. Taklif fikrlaringlar bo'lsa, mening YouTube kanalimga va Facebookga qo'ygandan keyin ostiga kommentlarni, o'zinglarning baholaringlarni yozib qo'ysanglar bo'ldi. Endi Uyg'ur xalqida yoqlar etak bo'pti, etaklar yoqa degan bir maqol tamsil bor. İpek yo'lininki shu 1000 yillik tarixiga nazar soladigan bo'lsak, bu yo'lning odatdagi bir tijorat yo'l emas, balki tarixdan bugungacha bo'lgan jarayonda bugungi dunyoning shakllanishida muhim rollarni o'ynab kelganligini, ba'zida dunyo tartibini qurib chiqishda muhim rol o'ynagan, ba'zida o'zi qurib chiqqan shu dunyo tartibi tarafidan taqab qo'yilgan yoki e'tiborsizlashtirilgan, ba'zida etak, ba'zida yoqa bo'lgan bir yo'l ekanligini ko'ra olamiz. Uyg'urlarga nisbatan İpek yo'lda chaqnagan vaqtlarda Uyg'urlar yoqa bo'lgan, undaqcha aytganda, yoqa bo'lgan dunyo madaniyatlari, Uyg'urlar dunyo madaniyatida chaqnagan bir yulduz bo'lgan. Bu yo'l haqida nurg'unlagan kitoblar yozildi. İpek yo'lininki taqilib qilishi bilan mana bugungi kunga kelganda
bu yo'ldagi strategik o'rnining intayin muhimligi bilan Xitoyninki dengiz yo'llari taqilib qolgan ahvol ostida dunyoga tutishadigan mush ishbak yo'ldan boshqa bizning vatnimizdan boshqa yo'lining bo'lmasligi sababidan Uyg'urlarni umumyüzlük qirib tugitib etib Uyg'ur bu yerda yo'q, Uyg'ur degan bir millat yashamagan, Uyg'ur bo'lmagan degan bir ideologiyani ilgari surgan holda bu yerdagi Uyg'urlarni qirib tugitib etishdan iborat razil Xitoyning razil strategiyasining ostida Uyg'urlar hozir bir itak bo'lib qoldi. Bu yo'lda bir itak bo'lib qoldi. Xitoy bu yo'lninki yoqisib qo'yadi. Inshaalloh bu ishlar o'zgardi, davrlar o'zgaryapti. Tungungi bo'lgan ishlardan tungungi dunyo vaziyati bugungi yo'q. Tunugun 10 milyon dollarlik tutib olganlar uchun kallasiga 10 milyon dollar beraman deb terrorchi e'lon qilgan, terrorchi deb atalgan kishilar bugun Suriyaning mustaqilligi, dunyo tinchligininki vakillari qahramon sifatida o'tirib chiqadi. Shuning uchun Uyg'urlarimiz umidsizlanmaslik kerak. Buni hozir biz etak qilib qo'yganmiz Xitoy. Biz yana yoqib bo'lgan kunlarimizga oz qoldi. Bu programma maxsus shu bir yo'l bir baloq programmasiga erishib Xitoyninki. Butun Xitoyninki abdi basharasini ochadigan Xitoy tashviqotiga qarshi yo'nalishdagi bir tashviqot sifatida o'tirib chiqdi. Asli gapimiz qaytib kelsak, shundoq ishbak yo'l haqida kitoblar bekchi yozildi, tadqiqotlar bekchi qilib berildi. Bu yo'lda nurg'unlagan shirin tush va planlarni tuzgan mashhur kishilar bo'ldi. Ularning biri Sayyah Marko Polo. Mashhur ishbak Marko Poloni Qublayxon ordisiga tutashtirgan. Aş Qublayxon ordisiga ipagan, aş bizning vatnimizdan shundoq kesib o'tadigan bizning vatnimizdan, bizning mahallalarimizdan, bizning shaharlarimizdan, bizning Urumchi Qashqarlarimizdan kesib o'tmay hech kim hech narsa tutishamatdi. Shu Marko Poloni Qublayxon ordisiga ilib borgan shu bizning mashhur ishbak yo'li. İşbak yolunun, deniz yolunun içilişi, yollarının sultanı hesaplanğan İpek yolunun sultanlıqqa xatim berdi. Şundaq qılıb Uyg'urlarning sultanlığına bir mezgil xatim berildi. 2013 yıl Qozog'istonning poytaxti Astana shahrida e'lon qilgan Xitoy Jallat Xitoy raisi. Uni hamma Uyg'urlar Xitoy uni tilga olgan vaqtida Xitoy Jallat Xi Jinping yoki Xitoy raisi Jallat Xi Jinping deb turib atash kerak. Chunki u shundoq bir Uyg'urlarga qirg'inchilik qilib berayotgan. Buni biz o'zimizga odat qilishimiz kerak. 6 milyondan Uyg'ur yozuvchilarni, olimlarni, tadqiqotchilarni turmalarga tashlagan Xi Jinpingni biz odatda Xi Jinping deb qo'ysak, u yaxshimaydi. Biz Uyg'urlar butun hammamiz tilga qoqda Jallat Xi Jinping deb turib tilga olishimiz kerak uni. Shundoq bir nomni biz takrorlab olganda uningki haqiqiy jallatligiga boiti dunyo xalqiga tonilgan bo'ldi. Demakki, shu 2013-yil Xitoyning Jallat raisi yoki Jallat Xi Jinping Astana shahrida bir yo'l bir baloq shirin tushi bilan tushini o'tirib qo'yishi bilan bu yil qaytgan ichildi. Bu o'zini shirin tush da'vogan bilan bu shirin tush faqat dunyoga hukmron bo'lish, Uyg'urlarni yo'q qilib etish, qirib tugitib etishdan iborat shirin tush bu. Uningdagi muhim portlarni egallab olish, dunyodagi energiya bazalarini egallab olish, faqat Xitoyni manfaatlantirib dunyoni palashga tushirib, Uyg'urlarni emas, dunyoni palashga tushirib qo'ygan bir programma. Xitoy raisi Jallat Xi Jinpingning shirin tushi Sayyah Marko Poloning Ipak yo'li ustida qurgan shirin tushlariga tamamen o'xshamaydi. Tamamen o'xshamaydi. Jallat Xi Jinpingning shirin tushining muhim bir qo'l hisoblangan Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori Xitoyning Xi'an shahridan boshlanib
Uyghur vatani Sharq Turkistonning tarixiy shahri Qashqar shahrini kesib o'tib, Xitoyni va Sharq Turkistonni Pokistonning Hind okean garvigidagi Guada portiga tutashtirdi. Xitoyning jallat raisi Xi Jinpingning İpek yo'li ustida qurgan bir yo'l bir belvaq deb ism qo'ygan bu shirin tushning bir uchida Xitoy mollarini tez suratda Yevropa va Afrikaga to'shish, dunyodagi muhim port va strategik muhim ahamiyatga ega kambag'al davlat va shaharlarga mablag' selish, qarz pulini oyma-oy berish yo'li bilan bu davlatlarni qarz patqiqiga patirib qo'yish, oqibatda besib olish, Amerikaning oldiga o'tib dunyoga hukmron bo'lish, o'zining kundan kunga ichib berayotgan neft va energiyaga bo'lgan ehtiyojini bu yo'l orqali qamdash qatorliq razil maqsadlari bo'lsa, yana bir uchida bir balvoq bir yo'l shirin o'tishimizning yurigi hisoblangan va bu shirin tushning amalga ishida tahdid deb qaralayotgan Xitoy manbalari ve əməldarlarının bergen məlumatlarına asaslangandımı 11 milyon Uyghur yaşaydigan bu zaminni quşlarmı uçup bitəlməydigan halatga ekiliş, Uyghur xalqını ceza lagerlarına taşlap, qırğınçılıq elib beriş yolu bilen bu şirin tushning amalga ishiga tahdid bo'lish ehtimolli bo'lgan Uyghur ismli bu millatni yer yuzidan tamamen yo'q qilish va Uyghur ismli bir millatning bu zaminda yashamaganligidan iborat yangi tarixni yozib chiqish so'zib yotadi. Jallat Xi Jinping bir yo'l bir balvoq shirin tushni amalga oshirish uchun 2016 yildan e'tiboran ikki ishni tez suratda olib bordi. Biz düşmanimizni yaxshi bilishimiz kerak. Düşmanimizning iqtisodiy ahvolini, moyidini, nima ishlarni qilayotganligini yaxshi bilishimiz kerak. Bir millat düşmanning ustidan g'alaba qilmoqchi bo'ldi ekan, mohiyat shu düşmanning ustidan nima ishlarni bo'layotganligini düşmanidanmi yaxshi bilish kerak. Düşmanning ahvolini. Shuning uchun biz Xitoy ustidan g'alaba qilamiz deyotganmiz, mustaqil bo'lamiz deyotganmiz. Xitoyning mushu bir balvoq bir tushdan iborat dunyoga ochilgan razil strategiyasini yaxshi bilishimiz kerak. Demak, Jallat Xi Jinping bu jarayon ikki ishni tez suratda olib bordi. Buning biri Koni İpek yo'li mumkin emas deb qaragan, egiz va qiyin bo'lgan Qarqurum tog'larini teshib, Qarqurum tog'laridan boshlangan keng va ozoda yuqori suratli tosh yo'lni Hind okean garvigidagi Guada portiga tutashtirish orqali Pokistonning oddiy va kichkina baliqchilik shahri hisoblangan Guada portini oldi bilan chaqnatdi. Hech kimmi e'tibor olmagan bir kichkina baliqchilik kemisini oldi bilan chaqnatdi. Xabarlar bor. Islohot etish yo'l qo'yilgan 80 yillarda Deng Xiaoping, Xitoy raisi Deng Xiaoping, shu Guangzhou, Shenzhen, Yiwu qatorliq shaharlarni bo'pmi Yiwu shahri kichkina bir dengiz bo'yidagi shahardi. Aşılarga nurg'un mablag' silib, chaqnatib, ko'tarib, Yiwuni dunyoga eksport qiladigan bir cho'ng shaharga aylantirganga o'xshash. Hamda bu tajribani boshqa davlatlarda seninki bu kichik shaharingni mana biz shu Guangzhou, Shanxaylarda qilib beramiz. Sen ansirma, biz do'st bo'lamiz, bu win-win. Sen qozonadigan, men qozonadigan bir programma degandek shirin shekar gaplar bilan shu Hind okeanining girvigidagi xarita qarsanglar, Hind okeanining girvigidagi shu Guada portiga mablag' selish boshladi ko'plab. Buningdagi maqsad Hindistonni boy qilib berishmi? Hargiz undaq emas. Buningdagi maqsad shu Hind okeaniga tutishish, Hind okeaniga o'tish. Xi'andan chiqqan mallar Qashqar shahri orqali, Qashqar Qarqurum tog'lari va nimalar orqali Yiwu nima kelib, Guada portiga kelib, Guada portidan Hind okeaniga tutishib, Hind okeaniga o'tib
Hind okeanidan Xitoy mallarini to'shib. Bu yerda biz uchun foydali bir nimalar bor. Biz ham shu Qashqardan Guada portini tutashtirib, bizni Hind okeaniga tutashtirib qo'ydik. Endi aslida chunqur bir ikki quruqliq davlatga bo'lib aylanib qolgan Uyg'urlar hozir bevosita Xitoyning o'zimizning dushmanimizningki mablag' bilan dengiz Hind okeaniga tutashdik. Bu haqda ayrim to'xtalmayman. Shunday qilib, bu orqali o'z she'rini uchun xizmat qildirish, shu vajdan Xitoy Shiani Qashqasharni bevosita Hind okean guruhidagi Guada portiga tutashtirgan Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorini 62 trillion Amerika dollari bilan qurib chiqdi. 62 trillion Amerika dollari. Nima uchun Xitoy boshqa davlatlarga nima uchun bularning hammasi qarz pul, bu yoki grant mundaqilqi bir mundaq mablag' selib mundaq nima qildiganligi mukofot tusan olganmida nima emas, bu qarz pul. Buni qaytaramagan vaqtida bu Guada portini Xitoy o'zining qilib oldi. Yoki Angliya Hong Kongni beselib apyan urishmaysigalda 100 yillik ijaraga olganga o'xshash Xitoy besib oldi. Ondan keyin pulni to'layamagandan keyin ya'ni oshliq 100 yillik ijara qilib mo'yin portlar orqali dunyoga o'tish maqsadini amalga oshirmoqchi. Yana biri bu yo'lda putlikashang bo'lish ehtimolligi bo'lgan Uyg'ur millatini yo'q qilish. Uyg'ur millatini yo'q qilish intayin razil maqsadi bor. Bu yerda Uyg'urlarni turmalarga tashlab, unda yo'q qilgandan boshqa yana diqqat qilyapmizlarki, butun Uyg'urlarning usullarini Xitoylarga o'rgatyapti. Uyg'urlarning chiroyli atlas kiyimlarini, shunchaki chiroyli Uyg'ur madaniyatiga oid kiyimlarni, chimlan do'ppilarni Xitoylar kiyib usullarni o'ynayapti. Bularning hammasi Uyg'ur millatini qirib yo'q qilayotgandan keyin o'sha o'zining Xitoylarni buning o'rniga dastlab Uyg'urlarning o'rniga qiladigan bir nazar razil niyatdan boshqa narsa emas. Bu intayin o'ng'ay Xitoylar uchun 1 milliard nüfus bor. Xitoy 11 millionni kelib bizning vatandagi Uyg'urlarning o'rnini qirib yo'q qo'yib, uning o'rniga dastlab naqsh usullarini o'rgatib, dunyoga mana Uyg'urlar bor, biz yo'q qilyapmidik degan ishni o'ng'ay qila oladi. Bundan ming yillar muqaddam İpek yo'lga hokim bo'lishni ko'ngli pukkan va bu yo'lda shirin tushlarni qurgan Hun imperatorligi, Roma imperatorligi, Fars imperatorligi, Xan xandonligi qatorliq xandonliqlarning ko'z oldidagi to'salg'u İpek yo'lidagi jo'grafiyalik va havo klimat jihatdagi to'salg'u bo'lgan. Bugungi kunda bu to'salg'u Uyg'ur to'salg'usi bo'ladi. İpek yo'li nomli kitobning avtori Thomas Holman o'z kitobida İpek yo'lining egiz tog' va chig'ir yo'llar bilan qoplangan nachar havo klimatiga ega jo'grafiyalik o'rni haqida ma'lumot berib, mundaq deb yozadi. İpek yo'li besib o'tadigan yo'llardagi tabiiy muhit o'zgacha bo'lib, turli o'simlik va hayvonot turlari bilan qoplangan. O'sha oxirini bilgil bo'lmaydigan muz tutgan egiz qiyoqliq tog'lar va cho'llar o'tmishda yo'lning ilgarilishiga to'salg'i bo'lib turadi. Yazning to'miz issiq va qishning qattiq sovuqlari bu yo'lda ilgarilashni taslashtirib turadi. Qarqurum, Ko'inlun, Hindiqush, Tangirtog', Pamir, bularning biz hammasi bizning sevimli tog'larimiz, bizning ona tuproqlarimiz, ona vatanimiz. Abdurtilg'i aytgan. Mushu tog'larning ko'pinchisining egizligi 7000 metrdan oshadi. Hatto Himolaya tog'larining g'arbiy shimoliga tutashgan Qarqurum tog'i atrofini 8000 metrlik egizlik bilan o'rab turgan boshqa tog'larga nisbatan dunyodagi ikkinchi egiz tog' tizmasi bo'lib hisoblandi. Qarqurum tog'i ta'tilmaydi. Qarqurum tog'i 5575, Qo'njirab eg'izi 4733 metr. Va Tolg'art tog'i 3752 metr egizlikda. İpek yo'li degan kitobni yozgan avtor mushtaq tasvirladi. Dunyodagi eng chong ikkinchi cho'llik hisoblangan Taklimakon cho'lligimi mana shu İpek yo'lida yer olgan bo'lib, yozda temperatura intayin yuqori. Yomg'ir yog'maydigan qurg'oqchilik rayonlari bo'lib hisoblanadi.
Təklimakan çölligining g'arbiy shimoliy va janubiy egiz tog'lar bilan o'ralgan tarim o'ymonligining markazidir. Biz shundoq bir zaminning haqliq egalari. Ümitlanishimiz kerak. Bular cho'qim bizning qo'limizga qaytib keldi. Yillik yig'ish miqdori 50 millilitrning tövünde bo'lganlikdan rayonda dehqonchilik ishlarini ilib berish imkonsiz. Yoz oylarida 60 gradusga chiqqan issiqlikda parga aylanish va singib kirish darajasi haqiqatan intayin yuqori saviyadadir. Bo'libmi maydan avgustgacha bo'lgan mezgillarda tushdan keyin soatlarda 72 kilometr tezlik bilan chiqadigan inson va hayvonlarning hayotiga tahdid solgan qum va chang to'zon bo'ron chapqinlarimi bo'lib turadi. Təklimakonda shamolning uzoq joylarga yetkilishi qum rayoniga turli ranglar bergan. Qaraqurum dengiz yuzidan 81 metr tövende bo'lib, İpek yo'lining eng cho'nqur yerlari dengiz yuzidan 154 metr cho'nqurlikda bo'lish bilan dunyodagi ikkinchi cho'ng o'ymonlik hisoblangan Turpan o'ymonligi yer olgan. Yaz ayları İpek yolu kesip ötüdüğün bu rayonlar intayin issiq bo'lish bilan kishini bearam qilsa, qishda intayin sovuq rayon bo'lib hisoblanadi. 8. asrda Xitoyning g'arbiy yurt, ya'ni Uyg'ur diyoriga avatgan elchisi Jiang Chen İpek yolu kesip ötüdüğün bu egiz va tek tog'liq rayonlardagi sentabr oylarining kirish bilan boshlanadigan nachar havo klimati haqida she'rlar yozgan. Shimolning ochiq shamollari kezib o'tganda boshlarini egishadi sahroning o't cho'plari. Kuz fasli başlamaz. Qar bilan purkinadi yotlarning yurti. Tulki terisi isitmas bo'lur, ipak yepinchilar bakmi nefis bo'lib qoldi. Çöl eng cho'nqur qatlamlarga chitinglaydi. Bulutlar qo'rqinch shakllar oladi, deb yozadi Jiang Chen. İpek yo'lining yozlik temperaturasi yoz 60 gradus bo'lib, may oylaridan avgustgacha qum bo'ronlari bu zimiga hukmronlik qildi. 5. asrda Təklimakan qumligini kesib o'tgan sayyoh kashish Bahrisyan degan bir kishi shundoq bayon qildi. İpek yo'li karvonga ergashgan tijoratchilar o'liklarning qurgan so'nglariga qarab yo'llarini topadigan ahvolda edi. Ayni tarixlarda Uyg'urlar tarafidan qurilgan Qo'ji Uyg'ur xonadonligi İpek yo'lining sol qo'l bo'lishi bilan İpek yo'liga kelib ketgan har din, har xil madaniyat va an'anaga va har xil tillarga mansub yuqori tabiiy kishilarga sahib qolgan edi. Qo'ji xonligi davrida Uyg'urlarning İpek yo'lidagi roli intayin yuqori bo'lgan bo'lib, eng chaqnagan vaqtlar bo'lib hisoblandi. Töyge 20. asrga qadar İpek yo'lining eng muhim hayvonlarining biri edi. Pamir va Tianshan tog'larini bo'ylab ilgirlaganda yo'llanishni belgilash uchun yulduzlar qaraydigan ish yo'q edi. Hindiston, Arab yarim oroli, Makka, Qizil dengiz, Somali yarim oroli, hatto Kenyagacha tutishadi va bu mashhur İpek yo'li deb yozadi avtor. İpek yo'li nomli kitobning avtori. Shundaq, shu ming'illar muqaddam İpek yo'li odatdagi bir tijorat yo'li bo'lib qolmay, balki tarixdan buyon bugungi dunyoning shakllanishida muhim rol o'ynab kelgan. İpek yo'li astronomiyaning, dinlarning, urf-odatlarning, kiyim-kechak, madaniyatning butun dunyoga yeyilishini vujudga keltirgan yo'ldan iboratdir. Bu yo'lda Uyg'urlar sahibxonlik qilgan, yoqib bo'lgan bugungi kunlikda Jallod Shi Jinpingning yo'q qilish obyekti bo'lib turibdi. Hozir bu yo'lda Xitoy mollari Yevropaga to'shilib qolmay, dunyodan neft, tabiiy gaz Xitoyga to'shilib, Xitoyning ichini qolib ketgan tabiiy gaz ehtiyojini qamdab o'tadi. Uyg'urlarni yo'q qilish badliga.
İpek yolunun Sibiryanın janubini kesip ötüğen teri yolu, Hindistan'dan başlanğan Baharat yolu tarihteki Persler, Zerdüşlerge kadar tutaşkan bir yana bir yönlüşü bolğan. Ayni tarixda Yevropa nüfusunun 3'ten birini yo'q qilgan vabo bu yo'l orqali, ya'ni Xitoydan taralgan edi. Bugungi kunda bu Covid ismli bu virus Xitoy orqali dunyoga tarqalmoqda. Ayni chaqda Xitoyning bir viloyatida tarqalgan bu vabo İpek yo'li orqali dunyoga tarqalgan edi. Xitoy va Mo'ng'ullar orqali dunyoga tarqalgan vabo Osiyo qit'asida bu 75 million kishining o'limiga sabab bo'lganligi ma'lum. Xitoy faqatlam vabo, kasal shu o'tgan mangan yo'llarning hammasida shu vabo, kasal, buzg'unchilik, boshqalarni mansitmaslik, o'zining ishchilarini ilib opirib ishlatib yerliklarga qilchi manfaat bermaslik, mushundaq ishlarni qilgan. Tarixdan buyon shu nima Mo'ng'ul dalalardagi mangu tash adabiyotkorliklarimi dunyo huquq bilgi haqman mangu tashini shunaqa deb yozadi. Xitoy hargiz ishonmanglar, ularningki yumshoq atlas, yumshoq ishbaklarga hargiz ishonmanglar. Ular avval yumshoq ishbaklar bilan, chiroyli gaplar bilan ziminlaringlarga kirib oldi. Undan keyin xon bo'lgan qizlaringlarni, malay shoh podshoh bo'lgan yigitlaringlarni qul qiladi deb dunyolarga shunchalik yaxshi taşlarını uyup tarixlarni ezib qo'ygan bizmi, hozir dunyo Xitoyga yanala ishonmay, Xitoyni nihoyatda bir boshqacha o'ylab kelaylik. Az qoldi dunyomi Uyg'urlar tushungandek, Uyg'urlar Xitoyni qanday tushungan bo'lsa, dunyomi Xitoyni shunday tushunadigan mezgillarga az qoldi. Bo'pmi shu bir yo'l bir barvaq she'rin tushi dunyoga shunday tushundirdi ekan Xitoyni. Oldimizgi 10 yilda ko'ramiz. Assalomu hurmatli ko'ruvchilar. Programmamning vaqti bek uzun bo'lib ketdi. Men asli 30 minut ishlashni, 20 soat ishlashni planlagandim. Bugungi shu İpek yo'liga kirish, İpek yo'lining qanday bir yo'l ekanligi haqidagi Xitoy qo'laygan az qoldi programmamning birinchi qismi. Nima shada oxirlashtirib turishni muvaffaq etdim. Keyingi qismlarda texim uchun qurilib kirib, texim nurg'un tahlillarni sizlarga sunaman. Hargiz ümidsizlanmanglar. Xitoy qo'laygan az qoldi. Biz İpek yo'lda chaqnagan bir guhar bo'lgan, xondanliklarni, sultonliklarni, imperatorliklarni qurgan bir millat biz. Bu zaminni biz shunchalik guhar bir zaminning egisimiz. Bu zaminni Xitoy hargiz bizning qo'limizdan tatib ola olmaydi. Xitoy qo'laydiganga az qoldi. Hammanglar bek umidvor bo'linglar. Keyingi programmamda ko'rishguncha omon bo'linglar. Keyingi programmamda men texmi jonqur tahlillarni bir yo'l Xitoy raisi Jallat Shi Jinpingning bir balvoq bir yo'l she'rin tushuning mohiyatini nihoyatim yaxshi sizlarga ichib berishga tirishaman. Kelarki juma kuni ko'rishguncha omon bo'linglar.